Metro 5-bekat hamda Sergeli yangi hayotda tushayotgan Korzinkaning shuni orqa tarafidagi 96 kvadratli uyimizning reklamasiga kelgan qaranglar. Bitta obzorni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'yishni unutmang. 4-qavatda joylashgan mahallamiz juda ham tinch mahalla, bolalar maydonchalari, mashina qo'yishdan hech qanaqa muammogarchiligi yo'q. Shuni orqa tarafimizni ko'radigan bo'lsak, kattagina stadion, yonida maktab, to'g'risida esa bog'chalarni ham ko'rib turibsiz. Lokatsiya juda ham chiroyli. Asosiy eshigimizga kirganimizda o'rta, katta, keng bo'lgan koridorimizni ko'rib turibsiz. Aytganimizdek 96 kvadratdan iborat. Shuna kirganimizda chap qo'limizga bitta chiroylikgina kattalar uchun yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Bu yotoqxonamizni orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta bolalar uchun yotoqxonamiz bo'libdi. Eng qisqa tarafi narxida qarang. $2900 ga baholanyapti. Ketdi. Bu tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta chiroylikgina sanuzi razdelniy holatda bu xonmo. Bu tarafini ko'radigan bo'lsak, razdelniy holatdagi sanamizdan bu yog'i alohida hojatxonasi bor, rakvinlar bilan birgalikda. Ketdi. Bu yerdan chiqib kelganimizda alohida yon tarafimizga chiroylikgina zalimizni ko'rib turibsiz. Planirovka haqiqatan juda chiroyli tushgan. Lokatsiyani qarang, qanaqa zo'rligini. Ketdi. Kelganimizda ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz bo'lib turibdi. Bu taraf balkonlari ochib yuborilgan holatda 2/6 balkonlarni ham ko'rib turibsiz. Aynan shu mahallamiz aytganimizda 4-qavatda joylashgan. Poliklinikaga 250-300 metr atrofida ekan. Yonginamizda joylashgan ikkita poliklinika yon atrofda bo'lyapti. Yangi Hayot tumani 6-dom, Sputnik 16 to'g'risidagi aynan shu domimizning reklamasiga kelganmiz. Yon tarafimizga eng oxirgi yotoqxonamiz sotishganlarni ko'rib turibsiz. Aytganimizda $82,900 so'ralyapti. Haqiqatan yuragi chizillagan, olmoqchi bo'lgan insonga kelishtiradigan joylar bor. Pastki raqamlarga telefon qiling, tez ulgurib qoling.